Assalomu alaykum. Chaqiruv bo'yicha kelgandik. Chaqiruv bo'yicha ishlayotgan holatda kir mashina o'chib qolgandi. Kiyim bilan o'chib, tablolar ham yonmayotgandi. Hech qanaqa reaksiya bermayotgandi. Kelib tekshirganimizda ten qismi ishdan chiqqandi. Olganimizda ten qismini janoq ketgan, chirigan va shu yerdan xullas ishdan chiqqan. Plata ham yonmadi. Platani tekshirganimizda drayver qismi ishdan chiqqan ekan. Keyin bularnikini sochib tashlab, teskaridan yuvish uchun sochib tashladik. Keyin boshqa plata olib keldik, xudo xolasa. Achiska qilib berildi, tozalanib berildi. Ikkita podshipnik va bitta salnik va plata qismi, boshqa plata qismi qo'yib berildi va hozir yig'ib ajim holatida tekshiryapmiz. Oldingidaqa ishlayaptimi ajimi? Buni bilmas ekanman. Ishlashlari maromida. Ovoz chiqazmayapti, yaxshi. O'sha ma'lumotni aytib o'tib ketaman. Mana bu ajim holatida 1200 ga emas 800 ga qo'yishga harakat qilinglar. Qancha apparat katta bo'lsa, mana bu o'qiga, krestovinasiga og'irlik tushadi, nagrazka tushadi. Iloji boricha 800 apparatda yoki 1000 apparatda ishlatgan yaxshi.